Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, mana shu kabeshimizni ham katalizatori ketgan ekan. Bu ikkinchi mashinamiz akalar. Katalizatori ichi erib ketgan akalar, viqilib qo'yavermagan, rasxod ko'payib ketgan, chek yongan. Mashina juda ham qaltirab ishlaydi. Odami jig'iga tegadigan holat bo'lyapti. Mashinani mingisi ham kelmay qolgan. Akalar, mana shu katalizatorni ko'ryapmiz. Mana katalizator bilan yonib ketgan akalar. Katalizator vashshi viqilib qo'yavermagan. Mana shu chek yonishi ham hammasi qaltirash, rasxod ko'payib ketish, gulishdan g'alati hidlar, zaharli hidlar chiqishi ham sababi mana shu bo'ladi akalar. Olinmasdir aloqaga chiqinglar, telefon raqamlari ekranlarda bor akalar. Liboy mashinaning katalizatorlari topiladi bizda akalar. Yangi deysizlarmi, рабочий deysizlarmi, xomashyo, masalan, bochogini qorni akkuratni kesib ichini olib tashlanadi, yangi katalizator qo'yib beriladi. Ko'rib turganlaringizdek mana shu ko'rib turgan detallarimiz hammasi katalizator bo'ladi. Euro 1 dan Euro 6 gacha bor akalar. Gelik deysizlarmi, Range Rover deysizlarmi, Equinox deysizlarmi, Tahoe deysizlarmi, hamma mashinaga Hyundai, Kia'lar hamma mashinalarga topiladi. O'zimizning Chevroletlar hammasi bor, рабочий ham, yangisi ham